O'zbekiston milliy terma jamoasining mart oyidagi yig'inlari uchun qaydnomasi ma'lum bo'ldi. Bu haqida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi. Manbaga ko'ra, Jahon chempionati 2026 saralash bosqichi doirasida O'zbekiston milliy terma jamoasi 20-mart kuni Qirg'iziston termasini qabul qiladi. 25-mart kuni esa Eronga qarshi safarda maydonga tushadi. Ushbu yig'inda Roma klubi hujumchisi Eldor Shomurodov va Manchester City klubi himoyachisi Abduqodir Husanov jalb etildi. Bosh murabbiy Timur Kapadze tomonidan yig'inga jalb etilgan futbolchilarning ro'yxati quyidagicha: darvozabonlar O'tkir Yusupov, Abduvohid Ne'matov, Botir Ali Ergashev, himoyachilar Abdulla Abdullayev, Hojiakbar Alijonov, Husniddin Alqulov, Rustam Ashurmatov, Umar Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Farruh Sayfiyev, Dilshod Komilov, Sherzod Nasrullayev, Imom Ibrohim Halil Yo'ldoshev, Zafar Murod Abdurahmatov, yarim himoyachilar Odil Hamrobekov, Abbos Fayzulayev, Jamshid Iskanderov, Jaloliddin Masharipov, Oston Urunov, Otabek Shukurov, Abdurauf Bo'riyev, Ruslan Jiyanov, hujumchilar esa Eldor Shomurodov, Bobur Abduxoliqov.